Mana Spark bamperimiz kelgan. Mana o'zini mana shularni chaqa-chuqlarni tozalab, mana shpakirovka treshini beradi. O'shani tozalaymiz hozir. Boshqatdan shpakirovka qilib beramiz. Mana bu yog'i yirtilgan joyi bor edi. Bu yog'ini sim bilan yamadik. Ostidan plasmas quyib eritib qo'yamiz. Keyin chaqlab, mana shpakirovkani tozalab turib, boshqatdan shpakirovkalaymiz lampalarni. Bu prostoy mat Spark'ga bunga ravon bamper qo'yilyapti. Shuni hozir yig'ib to'g'rilab beramiz, tozalab. Rangi salatiy rang bo'ladi. Hozir bu oq rang. BU'sini olib kelishgan bamperni. Salatiy rangi bo'yab to'g'rilab beramiz bu bamperni. İşimiz boshlandi. Mana qilamiz. Hozir bularni qilib bo'lgandan keyin bamperni olib borib podgonga qilib zazorlarni to'g'rilab yig'amiz. Undan keyin gruntovkalab kraskaga tayyorlaymiz. Nihoyat bamper. Mana Spark'imizdan ham bamperlarini yamab to'g'rilab oldik. Mana zazorlarni chiroyli qilib keltirdik mana. Podgonga qildik hozir. Bamperimizni tayyorlab olib holati. Hozir ravon qildik buni. O'zi eskicha mana bunaqa holatda edi bu eskicha. Mana holati. Endi u yangicha holatda o'tdi mana ravonga. Endi mana gruntovkalarni ishqalab, gruntovkalarni ishqalaymiz. Keyin kraskasini sepib beramiz. Mana yamalgan joylari mana chiroyli chiqdi. İşimiz bitti mana. Endi kraskaga tayyorlaymiz buni. Mana bamperimizni ham kraskasini sepib oldik. Mana holati bamperni. Mana tey taraflari chaqa-chuqa bo'yotdi. Bularni ham chiroyli qilib chiqarib qo'ydik. Mana taraf yirtilgan joyi bor edi. Yamab bu yerdan ham chiroyli qilib berdik mana. Mana endi hozir kraska qurigandan keyin mana yig'ib taqib beramiz, chiroyli qilib. İşimiz bitadi shundan.